Opa, yordamimiz kerak edi menga. Ha, kel, tinchlikmi? Opa, bizga yangi ingliz tili o'qituvchi keldi. Darajasi 8-da. Shunga ingliz tilini yaxshi bilasiz. Ko'proq qiyinroq so'z ayting. Dars vaqtida bitta sinab ko'raman. Qo'ysang-chi, unday qilma, kerak emas. Unday demang, opa, iltimos, yordam qila qoling. Hech narsa bo'lmaydi yordam qilsangiz. Qarang, opa, mana shu tirnoqning oldidan kichkinagina tericha chiqib turadi-ku, mana shu yerdan. O'sha nima deyiladi ingliz tilida? Ha, u hangnail deyiladi. U bo'lmaskan bo'lmasa bilib oladi. Siz osongina aytdingiz-ku, siz ham qiynalsangiz, u ham qiynalardi. Xo'p, qarang, mana bu yuzdagi kulgich nima bo'ladi ingliz tilida? Kulgich dimple deyiladi. Bu ham bo'lmaydi, opa. Mana bu-chi. Shuni olsak-chi, shu nima deylar ekan ingliz tilida? Opa. Bu nima ingliz tilida? Aniq shunda topolmaydi. Qo'ysang-chi, u qo'lingdagi cotton swab deyiladi. Bo'lmaskan demak bu ham. Yana bitta qiyin so'z bor-da. O'shani eslay olmayapman. Tilim uchida turibdi. Ha, tilimni uchida turibdi. Nima degani ingliz tilida? Tilimni uchida. Tilimni uchida. Bilmadim bu so'zni lekin. Aniq shuni so'rayman-da. Ana shu so'zni demak ustozim ham bilmaydi. Siz bilmadingiz, ustozim ham bilmaydi. O'zing bilmasang bu so'zni, ustozing o'zing aytchi, sen nima deysan? Xo'sh, u javobini o'ylayotmayman. Podpischiklarim kommentda yozib borishadi.